O'rtoqlar 9,5 sotuvli, ya'ni umumiy 10,5 sotuvli xonadon. Dokumentda 9,5 sotuq ekan. 55 ming AQSh dollari so'rashyapti mana. Tashqi fasadini qarang. Yo, mashalloh. O'ta go'zal, o'ta chiroyli xonadon ekan. Xo'p, manzil Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani, Uchqo'z Kirov, ya'ni Xalqobod MFida joylashgan ekan. Darvozaxonani qarang, shuni kiraverishingizda o'zi fayz bor qandaydir. Xullas, podval demaysiz bu yerda xona bo'lib ketavergan, xudo xolasa, bemalol xona qilib olsangiz bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xona. Mana bu yoqda ham zal qilib olsangiz bo'ladi. Xullas, birinchi etaj polni pishgan ishlatilgan ekan, to'sinlarda ham zo'rlardan ishlatilgan ekan. Materialdan ayamaganmiz deyishyapti. Mana ikkinchi etajlarni ham qarang. Umumiy 9 xona ekan. Bu yoqda ikkita remenka bor mana shu joyda. Ko'ryapsiz. Xullas, aeroport bor, 5-6 kilometr uzoqlikda. Mana xalqaro aeroport tushayotgan joy Surum. Xudo xolasa, bu yerdan yer olsangiz yutqizmaysiz. Karrasiga xudo xolasa plyus ko'payib boraveradi. Mana uyda holati ko'ryapsiz. Bu yoqda molxona qilishga imkoniyat bor. Hojatxonalar hammasi tayyor. Internet, gaz, suv, svet, ko'chaning chiroqlari hammasi zo'r. Xudo xolasa 55 ming AQSh dollariga etishyapti, yana o'tib beradigan, sunnatiga baraka qiladigan joylari bor. Mana shu ko'rib turgan xonadon sizga nasib qilsin. Bitta laykni bosib, yaqinlar tanishlarga shuni jo'natib qo'ysangiz, kimdir uy olishga sababchi bo'lib qolasiz.